churvaqani bu yerdan haydadi. Uni olib ketishim mumkin. Nima uchun? Mening uy oilamning bu bog'chaning direktorlar kengashida o'rni borligi uchun. Kimni xohlasam o'shani haydayman, bilib qo'y. Duduning onasi, Yuy xonim to'g'ri gapiryaptilar. Yujin, sen juda ham noinsof ekansan. Kim senga Mubay akamni yo'ldan ur dedi, buzuqi? O'zingdan ko'r endi. Yaxshisi ishdan o'z xohishing bilan bo'sha. Aks holda o'g'lingni sen endi hech qachon bog'chaga ham maktabga ham bora olmaydigan qilib qo'yaman. Aytdim-ku, men janobni yo'ldan urganim yo'q. Nega meni tinch qo'ymayapsizlar? Chunki seni ko'rsam g'ashim keladi. Sen bor yo'g'i uyimizdagi xizmatkorning qizisan. Seni bir barmog'i bilan ezib qo'yishim mumkin, bilib qo'y. Yomon ayol ekansiz. Oyimni xafa qilishga haqqingiz yo'q. Bo'lmasa sizga ko'rsatib qo'yaman. Seni? Sen endi menga gap o'tkaza oladigan yagona bola bor. U ham bo'lsa, sen guruhining kichik xo'jayini. Sen kimsan o'zi? Qo'riqchilar, ularni bu yerdan haydab chiqaringlar. Qancha vaqt qoldi? Janob Tyan, oldinda avariya bo'pti. Hozircha o'tishning iloji yo'q. Bog'chagacha qancha qoldi? 500 metrcha. To'xtat, piyoda boraman. Bu Duduning narsalari. Yujin, nima qilyapsan? Meni qahramonim. Nima? Senga juda yoqadimi? Yovuz xotin. Dudu, hech qisi yo'q. Senga yangisini olib beraman. Yujin, sen haddingdan oshding. Birinchi bo'lib sen meni xafa qilding. Mubay akamni yo'ldan urishga harakat qilding. Mana shu seni jazoing. Endi seni deb mana bu haromiy ham bog'chadan haydaldi. Bunga o'zing aybdorsan. Dudu haromi emas. U haromi bo'lmasa unda kim? Otasi kim uning? Ayta olmaysan. Aytib qo'yay. Onang o'shanda bir erkakni topib olib shunchaki seni tuqqan. Otang noma'lum. Onangga ham uylanmagan. Ana shunaqa buzuqi xotin. Yujin, u hali yosh bola-ku. Qanaqasiga unga bunday muomala qilasan? Qo'lmag'ur gap gapirdim. Bu holing bilan qanday odamlar bilan yurarding? O'ylashimcha, uning otasi ham bezori yoki senga o'xshagan notavon. Kim uning otasini haromi dedi?